Assalomu alaykum. Sizlar bilan soliq yangiliklari haftalik dayjestda. Umumiy ovqatlanish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar uchun muhim imtiyoz. Amaldagi tartibga ko'ra 2025-yil 1-yanvardan umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismi cashback sifatida qaytarib berilmoqda. Bunda oylik aylanmasining 60% va undan yuqori qismini naqd pulsiz amalga oshirgan korxonalarga 40%, naqd pulsiz aylanmasi 60% dan kam bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'ining 20% cashback sifatida tadbirkorning hisob raqamiga qaytariladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining to'lovga qobiliyatsizlik institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab xalq deputatlari tuman, shahar kengashlari tomonidan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, mol-mulk solig'i, yer solig'i hamda aylanmadan olinadigan soliqlarni, shu jumladan ushbu soliqlar bo'yicha soliq tekshiruvlari asosida qo'shimcha hisoblangan soliq va moliyaviy sanksiyalarni to'lashni belgilangan tartibda kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Eslatib o'tamiz, qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno. Mazkur hafta Navoiy viloyati soliq boshqarmasida ham qizg'in mehnat jarayonlariga boy bo'ldi. Xususan, G'ozg'on shahri va Qiziltepa tumani soliq inspeksiyalariga yangi boshliqlar tayinlandi. Shu munosabat bilan viloyat boshqarmasi rahbari ushbu hududlarda bo'lib, yangi rahbarlarni tayinlash tadbirlarida ishtirok etdi. Haftaning payshanbasi Yoshlar kuni. Viloyat soliq boshqarmasi rahbarining navbatdagi uchrashuvi Qiziltepa tumanida tashkil etildi. Ochiq muloqot ruhida o'tgan tadbirda yoshlarni qiynayotgan masalalar yuzasidan fikr almashinildi. Faol va tashabbuskor yoshlar tomonidan ilgari surilgan loyihalar qo'llab-quvvatlanishi ta'kidlandi. Uchrashuvda yoshlar tomonidan bildirilgan murojaat va takliflar tinglanib, ularni hal etish yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Uchrashuv yakunida bir guruh faol yoshlarga esdalik sovg'alari topshirildi. Ushbu haftada 15-may Xalqaro oila kuni sifatida soliq organlarida ham keng nishonlandi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1993-yilda imzolangan maxsus rezolyutsiyaga asosan ushbu sana dunyo miqyosida nishonlanib kelinmoqda. Bundan asosiy maqsad oiladagi muammolarni bartaraf etish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash va munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Sog' tanda sog'lom aql. Soliq organlarida haftaning seshanba va jumasi sport kuni etib belgilangan. Shu munosabat bilan xodimlar o'rtasida mini futbol musobaqalari tashkil etildi. Qizg'in bellashuvlarga boy kechgan mazkur sport musobaqasi xodimlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirib, jismoniy madaniyatini oshirishga xizmat qildi. Muhim eslatma: Soliq kodeksining 398-moddasiga asosan 1-iyun jismoniy shaxslar tomonidan 2025-yil uchun taqdim etgan jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiya asosida hisoblangan daromad solig'ini to'lashning oxirgi kuni. To'lovlarni soliq mobil ilovasi, banklardagi ilovalar hamda ularning hisob raqamlariga to'lashingiz mumkin. Endi faoliyat ko'rsatmayotgan jismoniy shaxs masofadan turib, mustaqil ravishda faoliyatini qayta tiklashi mumkin. Buning uchun soliq to'lovchi my3soliq.uz shaxsiy kabinetiga kirib, xizmatlar bo'limidan yuridik shaxsning profilini ko'rish va hisob ma'lumotlarini o'zgartirish xizmatini tanlaydi. Ochilgan oynadan ma'lumotlarni o'zgartirish tugmasi bosiladi. Faoliyat ko'rsatayotgan va soliq majburiyatiga ega holatiga o'zgartiriladi. Natijada korxona faoliyati avtomatik tarzda qaytadan tiklanadi. Bu Navoiy viloyati soliq boshqarmasi axborot xizmati tomonidan sizga taqdim etmoqchi bo'lgan haftalik soliq yangiliklari dayjesti edi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni xohlasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.